Assalomu alaykum akalar, ukalar, do'stlar, hamma sog'liqmi? Parvozlar, oilalar tinchmi? Birdan baquvvatmisiz? Aka ukalar, jo'jalar tomosha qilib, Xudo xolasa maslahatlarimizni berib o'tamiz. Shu kelgan kommentariyalar, shu kelib turgan savollar, shunga qarab maslahatimizni beramizda aka ukalar. Qaysi mavzudan bir ko'proq yurtimizda muammolar bo'lib turibdi. Kimki qiziqadigan, endi nima ekan, nima berib qo'yibdi ekan degan savol tug'ilishi mumkin. Makka yarmosi, bug'doy yarmosi, ozgina F1 donadan qo'shilgan, ozgina start donadan qo'shilgan. Endi bu narsa start F1 qo'shishimizdan maqsad start donada shu kerakli vitaminlar, jo'jani shu yaxshi kala qiladigan narsalar bor. Endi keyinchalik o'zi urishtiradigan xo'rozlar bo'lsa tabiiy donga o'tib ketishi kerak aka-ukalar. Iloji boricha urishtiradigan xo'rozlarni tabiiy boqish kerak, tabiiy donlar bilan. Bu nima? Beda, chopilgan beda. Jo'jalarni qorni to'q, shuning uchun ham danga tashlanib yotgani yo'q. Endi aka-ukalar, kannibalizm kasalligi haqida ko'p ma'lumot berganmiz, lekin yana bitta aytib o'taylik, nimaga sabab bir ikkita savollar bo'lib turibdi shu bo'yicha. Jo'jalar aynan mana shunaqa yoshda, masalan 2 oylik, 1,5-2 oylik davrida, 3 oylik bu kuzatiladi-da. 60 kunlik davrida. Katta parrandalarda shu tuxum tug'ish jarayoni kuchaygan paytda bu kannibalizm kasalligi kuchayadi. Kannibalizm kasalligi o'zi bu nima aka-ukalar? Bu shu modda yetishmasligi asosan bu kannibalizm kasalligi bilan kasallanishning sabablar. Birinchi sabab bu parrandada makro, mikro elementlar, minerallar, vitaminlar o'ta kamayib ketganidan paydo bo'ladi. Yana masalan jo'jalarimizga birdaniga ko'p go'sht mahsulotlarini berib yuborish, jo'jalarimiz suvsiz qolib ketish. Shu jo'ja Girakil meni yonimga kelaveradi, o'rganib qolgan. Suvsiz qolib ketish, tikka tushgan quyoshlarda qolib ketish sabablarda shunday kelib chiqadi bu kannibalizm kasalliklar. Bu masalan ko'rinishi qanday bo'ladi? Masalan jo'jalar bir-birini asta-sekin boshlanishiga bir-birini patlarini yeb boshlaydi. Keyinchalik masalan agar bitta jo'jani bir yeri qonab qolsa yoki bo'lmasa bir qora tochka bo'lib qolsa, bu shu jo'jani cho'qalab bir-birini shu orqa chiqaruv teshiklaridan bo'ladimi, boshqa yerdan bo'ladimi, bir-birini yeb tashlashgacha, o'ldirib tashlashgacha olib boradi bu kannibalizm kasalligi. Shuning uchun e'tiborli bo'lamiz aka-ukalar. Endi buni davolash, masalan shu qorong'iroq yerda qo'yishimiz kerak. Nimaga deganda shu parrandani bir-birini shu qora tochka, masalan bir yerida shunday bir qora tochka ko'rinsa, bittasi cho'qiydi, qonatib qo'ysa tamom. Boshqa hammasi yopiriladi-da, ana shu jo'jani yeb tashlash holigacha olib keladi-da bu.
Yaptı kıskası belgileri şu. Başlangıç devrede asta-sekin patlayan. Endi bu yerda kalsiy moddalarini ko'paytiramiz, makro mikro elementlarini ko'paytiramiz. Veterinariyadan suyak urlari olib beramiz. Vitaminlar, tabiiy vitaminlarni kuchaytiramiz. Bir mahal o'zimiz oddiy qatiq beramiz. Shu sebze beramiz, beda beramiz. Bir mahal kartoshkani pishirib donlariga aralashtirib beramiz. Keyin buni eng asosiysi dorisi bu vitamin degan dorisi bor veterinar aptekada. Vitamin dorisini masalan 1 litr dog'langan suviga 2 gram solgan holda 5 kundan 7 kungacha oldiga qo'yib qo'yamiz. Shu suvdan ichish kerak. Xudo xolasa bu kannibalizm kasalligi shu bilan yaxshi bo'lib ketadi. Aka-ukalar, bugungi bermoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz shular. Telegram kanalimiz bor, Telegram guruhimiz. O'tinglar, obuna bo'lib qo'ying. Telegram guruhimizda kasalliklar haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Parvozlar, xo'roz janglarini tomosha qilishingiz mumkin. Tomoshalar bor. Xullas kalom, siz uchun juda ham bir foydali guruh. Silkasini Telegramni silkasini kommentariyani boshida qo'yaman aka-ukalar. O'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Bugungi kannibalizm kasalligi haqida ma'lumotlarimiz shular aka-ukalar. Sog' salomat bo'lasizlar. Yanagi videolarda diydor qadar uchrashguncha Allohga omonat sizlar.